Bitta bozorchi klientim bor edi. U odam nuqul sochini oldirgani kelsa, birinchi qilgan zinosi haqida gapirardi. Undan keyin boshiga do'ppini kiyib olib, u gunoh, bu harom, men Xudodan qo'rqaman deyishni biladi. Har gap borasida birinchi zinosini gapiradi. Cho'tki qizlar bilan gaplashaman deyishni biladi. Undan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin odam o'zgarib qolib, sirazi u gunoh, u harom, bu harom, men Allohdan qo'rqaman deb tinimsiz takrorlaydi. Oxiri jonga tegdi. Men aytdim, aka dedim, boshingizga do'ppini kiyib olib, aql chiqib o'tiribsiz dedim. Undan oldin faqat zinoingiz haqida gapirasiz dedim. Yana Xudodan qo'rqaman deyishingizga nechi dedim. Misol o'sha zino qilayotgan paytingizda tepangizda Alloh guvoh bo'lib turgani esingizdan chiqib qolar ekan dedim. Nima qilasiz yon atrofdagi bolalarga dedim, yoki menga dedim, boshingizga do'ppini kiyib olib dedim. Men bilaman dedim, nima ish qilayotgan bo'lsam ham tepamda Alloh guvoh bo'lib turgani dedim. Meni esimdan chiqmaydi dedim. Misol hayitlarda dedim, guruchni 2 barobar qilib oshirib qo'yasizlar dedim. Qani bo'tdi Xudodan qo'rqish. Kimni qulog'iga lamon ilvosdim. Hamma misol kimdir sizni boy deb ko'tingizga paxta qo'ysa dedim, aka fil uchadi desiz, uchadi deb tursa, yeri to'rtburchak desiz, to'rtburchak deb tursa, men unaqa deya olmayman dedim. Og'aynilaringizni topib o'shalarga leksiya o'qib o'tiravering, boshingizga do'ppingizni kiyib olib, menga aqlingiz yetmaydi dedim-da. Shunaqa yo'qniti odamlarni yoqtirmayman bor. Kelmasin yonimga shunaqa bichli.